Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size görüyoruz Washington'da sözlüğümüz. Bugünkü sağış kemeğiniz 25. yıl 11. ayının 15. günü yaptık. Şembe vatandaşım. Bugünkü vaziyetimizi nimedeyimiz deseniz görüp duruyorsunuz. Hazır Asya ciddileştiği desek buludu. Asya ciddileşti diyende Asya'da çünkü devleti bilen Japonya devlet oturusu da hazır sürkülüş. Sürkülüş asası cihetin ideologiya sahasındaki sürkülüş. Anadaki konkret tedbirler. Mesela her bir tedbirler doğrusundaki sürkülüş. Şundaklı diplomatiya sahasındaki sürkülüş. Hazır günden günkü örleğe batıda vatandaş. Günden günkü ciddileşi batıda. Mesela çünkü Kompartiyası Seyrek Deniz yani Huanghe Denizi tünügüllatin başlap resmi okbulen etiş yani karıgı etiş ne? Yolga koydu vatandaş. Anadaki rimri bu. Çünkü onun halk geziti andın. Çünkü onun CCTV degeni yani merkez televizyon stansiyonları işletken cümleler asli diplomatik muamele, mütezil ve illik muamele sahasından alıp çıkıp Japonya'ya kırta işletken bu söz ibarla katlıklaşıp gitti. Japonya bir kargandı intayın temkin. Lekin onun hareket ve tedbirlerini etkanda Xitayni sekretediğin tedbir. Xitayni sekretediğin tedbir, Xitay çıdaş verelediğin tedbirler emas vatandaş. Mesela siz Japonya'nı bilirsiniz, Japonya'nı hem adam bildi. Eski dünya uğraşıdın ki nurgun sahalada çeklengen bir devlet vatandaş. Bulunma asası kanun çeklengen, asası kanunun sırtıda devlet bir xatarlığı kanunu deydiğin bir kanun varken hazır. Japonya'nın veziri Sani Takaichi hanım şu devlet bir xatarlığı kanunu özgertiş. Türgülletin o kanunu özgertip de haber kelgeniydi. Bugün karısak o kanunu özgertiş. Yani biraz devamlı şey, 2 yıl geçemezler. Bunun da en asaslık merkezi gap nimi kendisiniz yadrosuzlaştırış yaki yadrodan hali devletke aylaniş. Bunun manisi 3 xil prinsipken birinci yadro kurallarını yasamaslık, ikinci yadro kurallarına ega bolmaslık, üçüncü yadro kurallarının Japonya çevresinden kirişige yol koymaslık. Hazır bu kanunu özgertiş arkalık Japonya hükümeti, yeni hükümeti asasiyetin hazır yadro atom kurallarının Japonya'ya kirişige ruhsat kılış. Bunun da biz tünügülleti mesela Garbi Avrupa'daki Germaniya, İngilizce'deki devletlerinin yadro kuralları degen edik. Yani hesapta Amerika Koğuşmuş Ştatlarının yadro kuralları mı? Japonya'dan, Sırası'dan kirişige yol koyuş. Ahvalmış derecede arlısı Janubi Kore. Prezident Donald Trump Amerika Koğuşmuş Ştatlarının prezidenti Asya ziyaretinde. Mesela Kore'deki yığın katnışış jarayonu Kore rehberleriyle görüşüş jarayonida Kore'nin növbette yadro su astı parhodi terakki kıldırışıga ruhsat kıldı vatandaş. Anda şu arlıkta sizlerge sözüldü Prezident Donald Trump mesela şu Kore'ye ketavatkan vaqtda aeroplandı o deyme. Şuna yetkizdik sizlerge. Neme dedi Amerika Koğuşmuş Ştatlarında yadro sınaklarını koyup etiş. Yani kaytıdın yadro sınaklarını işe seliş, yolga seliş degендek. Muşunda geplen kıldı vatandaş. Muşuna olan aytkanda hazır endi Japonya'nın veziri Sani Takaichi hanımның Tayvan doğrusu kılgan gepi. Qarasınız bu konu gep. Bu aynı vaqtda merhum Japonya veziri Shinzo Abe aytkan gep. Tayvan'da bir iş yüz berdigan bolsa, bu demek Japonya'da bir iş yüz bergen boldu. Vezir Sani Takaichi hanım şunu tekrarladı, başka gep yok arttıkça. Bununla nispeten çünkü Kompartiyasının Japonya Osaka'da turistlik konsuli
Şöjen degan kishi o'ttirg'i chiqib, qo'pollik bilan Yaponiyaning vaziriga Saniye Takeichi xonimga tahdid soldi vatandoshim. Bu bir qarasangiz diplomatiya sohasidagi bir xil ajdahor masala qiyofat bilan gap qilish deb atiladi. Yani bir tarafdan aytganda Yaponiyaga nisbatan aytganda bu diplomatiya sohasidan olqib chiqib Yaponiyaning hukumat boshlig'iga, hukumat kabinetiga tahdid solganda kishi bo'ladi. Bu demak, urush degan gap bo'ladi vatandosh. Müşavirlikte bu işler muşundak başlandı. Yadro atom kurallarının Yaponiya kirişi ruhsat kılış. Yaponiya bexatarlik kanununu qaytadan qarab chiqish o'zgartish. Cumhuriyetning Tayvanga kiraman desa, Tayvanga hujum qo'zg'ayman desa, Tayvan bo'g'izda parokandachilik paydo qilgan bo'lsa, Yaponiyaning o'zini qo'g'dash qismlari darhol harbiy harakat qildi. Endi bu gap urush degan gap vatandosh, urush deganlik. Bu so'zlarning hammasi urush deganlik. Chunki Jungoning so'zi qarta aytayotgan gaplarda. Jungo sakravatida o'zining og'zida gapni yig'ishtirmayotdi vatandosh. Men dedim-ku boshda, o diplomatik tarzda so'zsiz fikr qilishdan doirasida olqib chiqib, nayt qo'pollik bilan hujum qilyapti Yaponiyaga deyli. Endi Yaponiya yana nayt mo'tadil illi qoldi o'zining gapini takrorlab. Mesela aldık şartlık cümle dedik aralıkta şunakma. Şartlık cümle. Sen Tayvan boğazı çataktırıydıgan bolsan asker çıkarman. Bu mu şartlık devre? Eğer sen Tayvan boğazı işlerirsen asker çıkarman. Bu şartlık cümleler gap olmadı Yaponiya. Bırak vaziyet başka terakki kılmadı da vatandaşım. Onun bugün kısaca tayarlap gelgen materyallarını haberlerden bir haber tepeyen evet. Birinchi qisqa xabarimiz ekranda Jungo bilan urush qilishga tayyorlik qilish. Asli mavzu Yaponiya vaziri Saniye Takeichi yadro qurollarini tayyorlab Jungo bilan urush qilishga tayyorlandi. Yaponiya qonun tayyorlab yadro qurollarining Yaponiyaga kirishiga ruxsat qildi. Tayvanda bir ish bo'lsa, Yaponiyada bir ish bo'ladi. Pulu qaraydigan yillar. 11. ayının 15. günü. Demek şu abzasdan qarısanız urush davri kirgendek. Yaponiya allaqachon urushga tayyorlik qilayotgandek, qilib bo'lgandek bir qiyofat vatandosh, bir holat vatandosh. Ekranda Yaponiya qattiq signal tarqatdi. Tayvanni qo'g'dash eg'izdagi shior emas. Bu qatim Jungo Kompartiyasi haqiqatan alohzada bo'ldi. Yaponiya mundaq e'lon qildi. Tayvan bo'g'izda urush bo'ladigan bo'lsa, Yaponiya armiyasi darhol urush harakatiga o'tadi. Yaponiya qattiq signal tarqatdi. Tayvan bo'g'zi Jin torbiti 11. ayının 15. günü YouTube vatandaş. Ekranda Yaponiya Tayvan için asker çıkardı. Yani Tayvan'ı qo'g'dash uchun, Tayvan'ı himoya qilish uchun Yaponiya asker çıkardı. Asli mavzumunda Tayvan shuncha muhimmidi? Yaponiya uchun Tayvan shuncha muhimmi? Yaponiya Tayvanning qo'ldan ketishiga yo'l qo'ymaydi. Yaponiya Tayvanning qo'ldan ketishiga yo'l qo'ymaydi. Li Yanning so'zi. Torbiti 11. ayının 15. günü YouTube vatandaş. Ekranda Yaponiya Jungo diplomatiyasi ciddileşti. Shöjen yani Osaka'da turuşuq Jungo'nun konsoli. Shöjen Jungo'da qo'g'lab chiqarilamdi. Jungo Yaponiya vazirleri Kichinalar Jungo Yaponiya vaziri Saniye Takeichiga tahdid selishni kuchaytirdi. Yaponiya xalqini g'azablantirdi. Yaponiya xalqini g'azablantirdi. Yaponiya xalqi emas, Yaponiya xalqini Jungo'ning Yaponiya vaziriga qarshi tahdidni kuchaytirganligi uchun Yaponiya xalqi g'azablandi. Jinyuan leksiyasi 11. ayının 15. günü YouTube vatandaş.
ekranda Cumhur Tashqi ishlar ministrligi Yaponiya Tayvan masalasida o't bilan o'ynashmasligi kerak dedi. 11 ayning 4 kuni YouTube 11 ayning 4 kuni YouTube vatandaş. Bu CC2 degan torbit ekan. 11 ayning 15 kuni YouTube. Bu davlatning fuqarolari Xi Jinpingning suratini ko'ydirdi. Kaçıp ketdi Muşu xabar chiqdi, qaysi davlat ekanligini aytmadi. Anlay deb ochibdi, tushimni qulan 5 so'mlik qochib ketib qoldi vatandaş. Bu qaysi davlat ekanligi atog'in kelib kelgandiki andin sizga yetkazma vatandaşa. Ey Xi Jinpingning portretini tamlaqo'ya chaplangan suratlarni ko'ydirdi dedi. Yaponiya qo'g'dinish qismlari zo'r darajada o'zgartirildi. Ümit sadaseti gibi. Hong Kong tili. Yani Hong Kong programımız, Shanghai programımız 11. ayının 15. gün. Demek hazır qo'g'dinish qismlarini o'zgartdi, tartibga soldi. Ham bunun qanday ism qo'yish kerak? Hazır bu armiyaning ismi qo'g'dinish qismlari. Yaponiyaning muntizim armiyasi yo'q. Qo'g'dinish qismlari deb ataladi. O'tganda de qata harbiy parad qilishga ruxsat yo'q vatandaş. Harbiy parad o'tkazishga ruxsat yo'q. Endi hozir bu yerda bo'lgan qo'g'dinish qismlarini tartibga soldi, o'zgartirildi desa, bu qaysi ismda qaysi shaklda o'zgartirildi. Yani bir xabar Yaponiya F-35. Yaponiya birinchi sap oldingi sap yadrosi. Asiyada birinchi sap birinchi liniyada turayotgan, oldingi sapda turayotgan Yaponiya bugun F-35 ga erishdi. Shunga Yaponiya Asiyada yadroliq davlat. Kimga Jahongir davlatlar? Masalan, Jungoga yana boshqa. Jungoning qo'shnisi do'sti bo'lgan Jahongir davlatlar qarshi uchun Yaponiya hozir oldingi sap turishning yadroliq davlatiga aylandi. Urush boshlangan aman Yaponiya taraf Amerika armiyasini harakatga keltirmisimi bo'laverdi. Vah vah vah. Demek Amerika armiyasi urush qilib kirmisimi? Amerika armiyasi bilan birga urush qilaman degan shartni qo'ymisimi? Buna ma'nosi nima? Yaponiya Jungo o'zi yolg'iz taqobil tura oladi. Qaltis gap vatandaş. Jungo Yaponiyaning so'zlarini qaytirib olishni talab qildi. Masalan, vazir Sanitakachi Yaponiya degan so'zlarni qaytirib oldi deb hozir zo'ravonlik qilayotgan gap. Diplomatiya sohasida besim ishlatayotgan gap Yaponiyaga. Yaponiyaning vaziri Sanitakachi rad qildi. Yaponiya taraf dedi ki biz çekinmeymiz dedi. Beycan taraf tuyuksuz boşap gitti. Manemez mi? Gep vatandaş, gep manemeyeli. Tuyuksuz boşap gitti dedi. Bunun manisi ciddi haletki kelgen, ciddi halda gazaplangan, özünü tutup alalaydigan yoki alalmaydigan bir holat kirib qolgan bir kishiga o'xshash Jungo Kompartiyasi ham gazaplanishmi, ciddi ol, boşap ketishmi dedi. Mani hayat menteqsi Jungoliklar uchun aytganda hayat menteqsi, turmush menteqsi deymiz vatandaş. Tushundingizmi vatandaş? Keyindiler Jungo tezda boşap ketdi. Yaponiyaning dunyoga nazari 11 ayning 15 kuni yutib vatandaş. Jungo Tayvan ishxonasi, Jungo davlat mahkamasining Tayvan ishxonasi Yaponiya ve alakadar taraflarının Tayvan to'g'risidagi onu bunu deyish salohiyati, Tayvan to'g'risida onu bunu deyish salohiyati yo'q. Manda hukm qildi. Tayvan ishxonasi, Jungoning Tayvan ishxonasi. Jungoning birlik keltirish ishlariga to'sqinlik qilmaslik lozim. Jungoning vatanni birlik keltirish ishlariga to'sqinlik qilmaslik lozim deb ko'rsatdi. Bu maqola keyin Rimwang, Rimribo qatorliq gazet ve tor betlarda e'lon qildi. Boshda aytdik, shunday gap. Yani bir xabar vatandaş Beijing mudofaani buzib chiqadigan bo'ldi. Shanxay dengizda urush o'tini ochadigan bo'ldi. Yaponiya vaziri Sanitakachi Amerika yadro qurollarining Yaponiyaga kirishiga
yol koydu. Mana Yaponiyanın veziri Sani Tekaichi hanım Amerika yadro atom kurallarının Yaponiyaga kirishiga yol koydu. Tayvanga Yaponiya urush e'lon qilindi. Tayvanga Yaponiya urush e'lon qilindi. Bu Junguluqning gapi. Junguluqning og'zidan chiqayotgan gap. Baydadoqqa boshda Yaponiya armiyasi Tayvan bo'g'iz yetib kelgan bo'lsa, biz uning udulidan chiqib, udul javob qaytaramiz. Qattiq zarba beramiz degan gap bor Junguluqning. Shu vaqt degani Tayvan nima? Yaponiya Tayvanga hujum qilamdi dedi. Jungkoom partiyasi Xanxay Shariq dengizda amaliy o'q bilan qariga tushga boshladi. Ümit Sadasi TV 11 ayının 15. günü YouTube etendir. Aşkara car saldı. Kim Tayvan'ı kollasa, şunun uğraş açımız. Mana o Junguluqdan pozisiyasi. Junguluqning hazır qiyopti. Junguluqning hazır sözeydigan sözü şu bop qapti vatandaş. Kim Tayvan'ı kollasa biz şunun ot açımız. Yaxşı, anlanglar bu buyruk. Junguluqning tashabbusi ve buyruğu. Yaxşı, anlanglar. Kim Tayvan bo'g'iziga aralashadi ekan, o tajovuzchidir mana. Tayvan ishlariga aralashgan har qanday bir davlat, mayli g'arb dunyosida, mayli sharq dunyosida uning o'zi tajovuzchidir deb hukm qildi Jungkoom partiya tashqi ishlar ministrligi. Yaponiya bosh elchini chaqirib, Jungo yana so'z qo'yib berdi. Yaponiyaning Beijingda turishliq bosh elchisi yana chaqirdi. Ikkinchi qatim chaqirishi Jungoning muavin tashqi ishlar ministri, ismini yozib olgandim, unutibdim kechiring. Muavin tashqi ishlar ministri Jungoning diplomatiyada hozir Yaponiyaning bosh elchisi ikkinchi qatim chaqirdi vatandoshim. Yuqori xabarlarni yetkazdi ham shundaq deb. Bu salli xabarlar torbiti 11 ayının 15. gün YouTube vatandaş. Hazır Yaponiya bilen Jungo'nun o'ttirisidagi munosabat biz bugun dedik vatandaş. Bunun da 80 yıl burun. Tarix Amerika Qo'shma Shtatlar hukumatiga shunda ikki vazifa yuklagan. Yoki Amerika Qo'shma Shtatlari tarixiy jarayonning shu vaqtdagi bir paytida yoki shu vaqtdagi makon zamoni ichida ikki maydon urushining ustidan g'alaba qilib, Yevropa faşizm Gitlerning ustidan g'alaba qilib, Osiyoda faşizm Yaponiyaning shu vaqtdagi faşistik hukumat Yaponiyaning ustidan g'alaba qilib, dunyoni amillikka tinchlik olib keldi Amerika vatandaş. Bu 80 yil burungi ish. Bundan sonra Amerika Qo'shma Shtatlari ham urush maydonida jangga tayyorlik qilish kerak, badal to'lash kerak. Ham siyosat maydonida diplomatiya sohasida o'zi kerakli, keramli odamlar, davlatlarni tanlash kerak va u davlatlar bilan ittifoqlashish kerak. Bu vaziyatning taraqqiyoti shuni bo'ldigan bo'lsa, Amerikada shu vaqtdagi vazifani ustiga olgan, tarixiy vazifani ustiga olgan Amerikadagi davlat uchun aytgandimi? Albatta shundaq bo'ladi vatandosh. Har jihatdan qolaylik yaratdi o'ziga, foydalik yaratdi, vaziyat yaratdi. Shu vaziyat ichidan foydalanib turib, andan dushmanga zarb berdi yosh vatandosh. Shu vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo bilan birlashib, Jungo Yaponiyaga qarshi turishda urush maydoni ham Jungo Yaponiya tajovuz qildi, Jungoga deyilgan. Yaponiya Jungo o'tirisi urush bo'layotgan yillar. Mushundaq vaqtda Yaponiya bilan Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo bilan birlashib, Okean yoki Tinch okean rayonida Yaponiyaning urushini chekindirdi vatandosh. Yaponiya urushdan chekinib chiqdi. 1945-yil 8 ayının 15. günü çekinip çıktı. Ertesi bir gün ötmeli 8 ayının 15. gününden Rusya'nın 1 milyon kişilik, 1,5 milyon kişilik armiyası Şarkı Şimal'a kirip geldi vatandaş.
Şu vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo bilan birlashib, Rossiya bilan vaqtli ittifoqlashib, Ulug' okeanda, Tinch okeanda Yaponiyaga qarshi urushdi. Endi bugun 80 yil o'tganda tarix yana takrorlanadi dedik. Tarix takrorlanadi, tarixning takrorlanishi bir maydonda tragediyadik ravishda takrorlansa, yana bir maydonda komediyalik ravishda takrorlanadi. İnsan insaniyetimiz bu. Her dünyasının bu dünya, maddi dünyanın her bir alametlerine insanın derhal takabül turalishi mümkün emas. Bunun için zor kuch bedel töleş doğru keldi. Şu vaqtda bütün Amerika herkes keldi o işki dünya vuruşida, hem Avrupa vuruşu, hem Asya vuruşida. Şu vaqtda shunday birlashgan. Endi bugun Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Yaponiya birlashib, masalan 28 kuni, 10 ayning 28 kuni Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Yaponiya birligining, ya'ni ittifoqligining oltin davri boshlandi. Osiyada siyosat, Osiyada vaziyat o'zgarib ketdi. Bugungi Yaponiyami, tunugungi Yaponiya emas hozir. Jungo tutayotgan muomala, Tayvan bo'g'izda tutayotgan muomala aytganda, bugungi Yaponiya, tunugungi Yaponiya emas o'tanda. Hozir orada bir jumla so'z qildik esimizda bormi? Nima dedi? Men Amerikani avar qilg'im yo'q. Amerikani urush taklif qilg'im yo'q. Amerikani urushga boshlab kirishim yo'q. Men o'zim taqabul turaman. Ko'rdingizmi? Mana bu insoniyat hayatının her bir burcu, her bir dokmuşuda aşı mantaqadan xulos chiqaradigan dünya bu. Bugungi natija 80 bu yil burungi şuar yoki siyosat Jungo bilan birlashib Yaponiyani mag'lub qilish. 80 yildan keyingi bugungi dunyodagi vaziyatning taraqqiy qilishini aytib, oxirgi mantaqa endilikda Yaponiya bilan birlashib Jungoni gumron qilish. Jungoni mag'lub qilish. Chunki Jungo bugun bütün dünyanın düşmaniga aylandi. Chunki Jungo bugun xalqaralashish va savdo tijoratning taraqqiy qilishiga to'sqinlik paydo qildi. Chunki Jungo bugun G'arb dunyosidan Amerikadan texnika o'g'rildi. Aqliy mulk huquqi hujum qildi vatandash. Chunki Jungo bugun kishilik huquq masalasi Tibetlar va Uyg'urlarga zo'ravonlik qildi. Qirg'inchilik qildi vatandash. Chunki Jungo bugun tahdid bo'lishning sirtida hozir bütün dunyoni qalaymiqon qilish, O'rta Sharq kirish, kuchkirtish, O'rta Sharqni Ironga berish, kuchkirtish, Ukraina masalasi Rossiyaga berish, kuchkirtish, iqtisodiy yordam berish, bütün dunyoni qalaymiqon qilayotgan bir davlat Jonghua Xalq Jamhuriyati va uning partiyasi, Jungo Kompartiyasi vatandoshlar. Allah'ta biz sizlarga nima dedik? Masalan, Jungoni tinch yo'l bilan o'zgartishni, buni xam xiyol desang, bu xam xiyoldan G'arb dunyosi Amerika voz kechdi. Oxirida biz shunday savol qo'ydik, siz ham shunday savol qo'ydingiz. Endi Amerika Qo'shma Shtatlari nima qilish kerak dedik. Shundaqmi vatandoshlar? Shuni keyindilar, masalan 11-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trumpning kommunizm qurbonlarini xotirlash va shundaqla kommunizmning 100 yillik tarixini xotirlash bilan oxiri nima dedi? Jungo Kompartiyasi kommunizm va sotsializm degan. Bu narsalarni tarixning axlat duvisidan yana tirilib o'tirg'i chiqaman desa, bu 3 xil narsani Jungo Kompartiyasining masalan kommunizm, demokratik kommunizmni, masalan demokratik sotsializmni o'xshashlar. Dafna qilamiz. Yo'qtamiz dunyodan. Bugungi tarix shunday bo'lganda, endi Yaponiya bilan Jungoning munosabati shu darajaga yetdi. Jungo qancha ko'rangmisan, qancha cho'ng so'zlisin,
Qaysa Seyrek deniz, qaysa Qara denizde qanda uruş qilsin ve nimege tayyorlik qilsin. Qat'iy nazar Asiyanın vaziyetide Yaponiya o'rnidan dast turgan ekan, Jungoning bu yerdagi Osiyoga tashabbuskorlik, kayfiyati ve tashabbuskorlik salohiyati tamamen tükeşken buldu vatandaş. Tükeşken buldu. Bunun için siz 2. Dünya Uruşu'ndaki vakit eslep görseniz buldu. 8 yıl Japon karşı uruş. Jungo'da partlagan. Ahir Japonya ne? Jungo emez. Yani birisi emez fakat Amerika halkının oğul kızları, askeri kısımları olarak kendi teyi çok kendi mağlup kıldı vatandaş. Asya azat oldu vatandaş. Şu tarih nesilsin, bugün gün kesiniz, şimdi Japonya'ya karşı ödü kopuvatkan Jungo Kompartiyası yaki demokratik sosyalizmnin yaki demokratik komünizmnin pasibani qoğduğucusu bolgan bu partiya Jungo Kompartiyası endi ahlat düvüsüge kömülüşü gerek vatandaş.